Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. 2025-2026 o'quv yili uchun umumta'lim maktablarining 1-sinfiga qabul 20-iyundan boshlanadi. Reglamentga ko'ra, maktablarda qabul jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 20-iyundan 31-iyulgacha mikrohudud doirasida. Ikkinchi bosqich esa 1-avgustdan 15-avgustgacha mikrohududdan tashqarida. 2025-yil 20-iyundan boshlab ota-onalar MyMaktab.uz platformasi yoki MyGo interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda ro'yxatdan o'tib ariza topshirishlari mumkin. Ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra bolalar maktabga 7 yoshga to'lgandan boshlab qabul qilinadi. Shunday qilib, 2025-yilda 1-sinfga 2018-yilning 31-dekabrigacha tug'ilgan bolalar qabul qilinadi. Elektron qabul jarayonlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni vazirlikning KAL markazlarining 71 203 07 04 71 203 04 03 raqamlari orqali yoki MyMaktab.uz Telegram kanali orqali olishingiz mumkin. Прием в первый класс на 2025-2026 учебный год начнется с 20 июня. В соответствии с установленным регламентом процесс приема в первый класс проходит в 2 этапа. Первый этап с 20 июня по 31 июля в пределах микрорайона. Второй этап с 1 по 15 августа из других микрорайонов. Hurmatli mahalladoshlar va ota-onalar, sizlarni 2025-2026 o'quv yili uchun 1-sinf qabuli Uchtepa tumani 62-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 2025-yilning 20-iyun kunidan boshlanganligini ma'lum qilamiz. 2018-yilda tug'ilgan, 7 yoshga to'lgan farzandlaringizni maktabga ta'lim olish uchun olib kelishingizni so'raymiz. Hurmat bilan maktab ma'muriyati.